Assalomu alaykum hammaga. Bugungi grammatik qo'shimchamiz bu hante. Hante haqida gaplashamiz ekan. Xo'p, grammatik qo'shimcha hante koreys tilida kimgadir degan ma'noni bildiradi. Bu qo'shimcha asosan jonli mavjudotlar, ya'ni odamlarga nisbatan ishlatiladi. Hanteni tarjimasi ga dan odamga yoki odamdan degan tarjimani bildiradi. Bu albatta kontekstga qarab o'zgaradi. Misol tariqasida gaplar bilan o'rganib ketamiz. Bu qo'shimchani chuqurroq o'rganishimizga yordam beradi. Masalan, Sonsenglimante chegil padassoyo. O'qituvchimdan kitob oldim. Ikkinchi gapga qarayizlar. Chinguhante chona hessoyo. Chinguhante chona hessoyo bo'lsa, do'stimga qo'ng'iroq qildim. Bu yerda ga degan tarjimani beryapti. Demak, bu odamlarga nisbatan ishlatiladigan ga dan grammatik qo'shimchasi hisoblanar ekan. Xo'p, bu grammatik qo'shimchamizni tushundik degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.